Diqqat qiling. Bugungi ma'lumot pensiya oladiganlar, ijtimoiy nafaqa oladiganlar, bolalar puli, moddiy yordam, nogironlik nafaqasi yoki boshqa davlat to'lovlariga bog'liq bo'lgan har bir oila uchun juda muhim. Agar siz identifikatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, kartangizga tushadigan pul vaqtincha to'xtab qolishi, to'lov kechikishi yoki hujjatlaringiz qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu mavzuni shoshilinch deb aytayapman. Chunki odamlar ko'pincha bunday xabarni oxirgi kun eshitadi. Keyin esa bank, mahalla, pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya idorasi eshigi oldida navbatda qolib ketadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar uchun xavf kamroq ekani, 11 avgustgacha nimalarni tekshirish kerakligi va eng muhimi, to'lovingiz bloklanmasligi uchun qaysi amaliy qadamlarni bajarish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Avvallari ko'pchilik pensiya yoki ijtimoiy yordamni bir marta rasmiylashtirib qo'yardi va keyin pul oyma-oy kartaga tushaveradi deb o'ylardi. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiyaga chiqqan, bank kartasini olgan, mahalla yoki pensiya bo'limi orqali ma'lumotlari kiritilgan, keyin har oyning belgilangan sanasida pul kelgan. Ijtimoiy nafaqalarda ham shunga o'xshash holat bo'lgan. Oilaning daromadi, farzandlar soni, yashash manzili, pasport ma'lumotlari va boshqa hujjatlar tekshirilgan, keyin yordam tayinlangan. Lekin hozir davlat to'lovlarida shaxsni aniq tasdiqlash, ya'ni identifikatsiya masalasi ancha kuchaydi. Nega? Chunki tizimda bir nechta muhim muammo bor. Birinchisi, ayrim odamlarning pasport yoki ID karta ma'lumotlari eskirgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, fuqaro yashash manzilini o'zgartirgan. Lekin bu ma'lumot ijtimoiy himoya yoki pensiya tizimida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, bank kartasi boshqa odam nomida ishlatilayotgan. Karta muddati tugagan yoki karta egasining shaxsiy ma'lumotlari bank bazasida to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, ayrim holatlarda odam vafot etgan bo'lsa ham ma'lumotlar kech yangilangani sababli to'lovlar davom etib ketishi xavfi bo'ladi. Davlat bunday xatolarni kamaytirish uchun to'lov oluvchilarni va ularning hujjatlarini qayta tekshiradi. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, tizimlar bir-biri bilan ko'proq solishtirilmoqda. Fuqaroning ID kartasi, pasporti, JSHR raqami, bank kartasi, yashash manzili, nafaqa tayinlangan asos va oilaviy holati bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalarda mos kelishi kerak. Agar bazalarda nomuvofiqlik chiqsa, to'lov birdaniga butunlay bekor qilinadi degani emas, lekin vaqtincha ushlab turilishi, aniqlashtirishga yuborilishi yoki sizdan identifikatsiyadan o'tish talab qilinishi mumkin. Men buni odamlarga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyorlash uchun aytyapman. Chunki eng yomon holat shuki, odam dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki bolalar xarajati uchun pensiya va yordam puliga qarab o'tiradi. Belgilangan kuni pul tushmaydi. Keyin bankka boradi, bank esa tizimda cheklov bor deydi. Mahallaga boradi, hujjatni yangilang deyishadi. Pensiya bo'limiga boradi, identifikatsiya kerak deyishadi. Agar buni oldindan bilib, 15 avgustgacha tekshirib qo'ysa, bunday asabiylashishning oldi olinadi. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan fuqarolar o'z hujjatlari va bank kartalarini tekshirishi kerak. Ayniqsa, yoshi katta odamlar orasida shunday holatlar ko'p uchraydi. Pasport eski namunada bo'lgan, keyin ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan yoki bank kartasi bir necha yil oldin ochilgan. Telefon raqami boshqa odam nomida, karta muddati yaqin kunlarda tugaydi. Bunday mayda ko'ringan masalalar to'lov vaqtida muammo tug'dirishi mumkin. Misol keltiraman. 68 yoshli otaxon har oy 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi qizning telefon raqamiga ulangan, chunki otaxon telefon ishlatmaydi. Pasporti esa yaqinda ID kartaga almashtirilgan, lekin bankka borib yangi hujjat ma'lumotlarini kiritmagan. Elektron tizim tekshiruv qilganda bankdagi eski pasport seriyasi bilan yangi ID ma'lumotlari mos kelmasligi mumkin. Natijada pensiya bekor bo'lmaydi, lekin to'lovni olishda kechikish paydo bo'ladi. Odatda bunday muammo bitta tashrif bilan hal bo'ladi. Lekin agar hamma oxirgi kuni bo'lsa, navbat, kutish va ortiqcha asabiylik bo'ladi. Ikkinchi guruh ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oladigan oilalar.
bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, parvarish nafaqasi, nogironligi bo'lgan shaxslarga yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarda oilaning tarkibi va daromadi muhim. Agar oilada yangi farzand tug'ilgan, kimdir ishga kirgan, kimdir boshqa manzilga ko'chgan, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, ma'lumotlar yangilanishi kerak. Chunki ijtimoiy yordam aynan real holatga qarab belgilanadi. Masalan, bir oilada 3 nafar farzand bor. Oyiga 6 ming so'm bolalar nafaqasi oladi. Otasi vaqtincha ishlamagan davrda yordam tayinlangan. Keyin ota ishga kirgan, lekin daromad ma'lumoti tizimga tushgan. Oila esa mahallaga bu haqda aytmagan. Tekshiruvda daromad mezoni o'zgargan bo'lsa, nafaqa qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda odam pulimni bloklashyapti deb tushunishi mumkin, lekin aslida tizim yordam hali ham asosli yoki asosli emasligini tekshiradi. Agar oila hali ham mezonga mos bo'lsa, hujjatlarni to'g'rilab berilmagan, yordam davom ettirilishi mumkin. Agar mezonga mos kelmasa, to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. 3-guruh bank kartasi bilan bog'liq muammosi borlar. Pensiya yoki nafaqa kartaga tushadi, lekin karta faol bo'lmasa, muddati o'tgan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bankda shaxsni tasdiqlash to'liq yakunlanmagan bo'lsa, pul tushgan taqdirda ham uni yechib olish qiyinlashadi. Ayrim banklar mijozdan shaxsan kelib, pasport yoki ayda karta bilan ma'lumotlarni yangilashni talab qiladi. Ayniqsa, karta uzoq vaqt ishlatilmagan bo'lsa yoki telefon raqami boshqa odamga tegishli bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. 4-guruh chet elda bo'lib turgan fuqarolar yoki uzoq muddat boshqa viloyatda yashayotganlar. Agar odam pensiya oluvchi bo'lsa-yu, o'zi chet elda bo'lsa, uning nomidan kartani qarindoshi ishlatayotgan bo'lsa, identifikatsiya talab qilinganda muammo chiqishi mumkin. Chunki davlat uchun eng muhim savol, to'lov haqiqatan ham shu shaxsga tegishlimi? U tirikmi? Hujjatlari haqiqiymi? Vakolat to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Agar fuqaro o'zi bora olmasa, qonuniy vakil, ishonchnoma yoki tegishli tartib bo'yicha harakat qilish kerak bo'ladi. 5-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning parvarishlovchilari. Bu yerda juda nozik masala bor. Nogironlik muddati, tibbiy xulosa, parvarish tayinlangan shaxs, bank rekvizitlari va yashash manzili bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, bola nogironligi uchun nafaqa olinadi, lekin bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning ID kartasi, yashash manzili va bank hisob raqami yangilanmagan bo'lsa, tizim qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Men bunday o'yinlarga hujjatlarni oldindan bitta papkaga joylab, mahalla yoki ijtimoiy himoya mas'ullari bilan tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yangi, bank kartangiz faol, to'lovingiz o'z nomingizdagi kartaga tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, oxirgi oyda pensiya yoki nafaqa muammosi tushgan bo'lsa, xavf ancha past. Lekin bu umuman tekshirilmasa ham bo'ladi degani emas. Kamida bank ilovasida karta faolmi, mahalla yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringiz to'g'rimi, telefoningizga biror ogohlantirish kelganmi? Shularni tekshirib qo'yish kerak. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, bloklash so'zi har doim ham pulingiz butunlay olib qo'yildi degani emas. Amaliyotda bloklash yoki to'xtatib turish deganda bir nechta holat bo'lishi mumkin. Birinchisi, bank kartasi bloklangan bo'ladi, lekin pensiya tayinlanishi o'z kuchida turadi. Ikkinchisi, to'lov ijtimoiy himoya tizimida aniqlashtirishga tushadi. Uchinchisi, hujjatdagi nomuvofiqlik sababli pul vaqtincha o'tkazilmaydi. To'rtinchisi, yordam muddati tugagan bo'lib, odam uni uzaytirishni unutgan bo'ladi. Shuning uchun muammoni ko'rsangiz, avval aniq sababini bilib oling. Bank muammosimi, pensiya bo'limi muammosimi, mahalla orqali tayinlangan yordam muammosimi yoki hujjat muammosimi? Ikkinchi nozik masala. Hamma xabar ham rasmiy bo'lavermaydi. Telefoningizga 25 avgustgacha identifikatsiyadan o'tmasangiz, pulingiz bloklanadi degan SMS, Telegram xabar yoki qo'ng'iroq kelishi mumkin. Men sizga qat'iy aytaman. Hech qachon begona odamga karta raqamingizni, SMS kodni, bank ilovasidagi parolni, PIN kodni aytmang. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir men pensiya bo'limidanman, kodni ayting. Pulingizni o'chib beraman desa, bu juda xavfli. Siz identifikatsiyani faqat rasmiy bank, davlat xizmatlari markazi, mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki pensiya tizimining qonuniy tartibi orqali bajarasiz. Uchinchi masala. Keksalar nomidan farzandlari
harakat qilayotganda hujjat to'g'ri bo'lishi kerak. Ko'p oilalarda ona yoki ota yoshi katta bo'lgani uchun kartani o'g'li yoki qizi ishlatadi. Agar bu oddiy oilaviy yordam bo'lsa ham, rasmiy jarayonda pul oluvchi shaxsning o'zi yoki qonuniy vakili tasdiqlanishi kerak. Agar odam yura olmasa, kasal bo'lsa, uydan chiqa olmasa, unda mahalla tibbiyot muassasasi yoki tegishli idoradan maslahatlashing. Ayrim holatlarda vakil orqali, ishonchnoma orqali yoki joyiga borib xizmat ko'rsatish orqali masala hal qilinadi. Lekin kartani men ishlataman. Shuning uchun hammasini men hal qilaman degan yondashuv har doim ham yetarli bo'lmaydi. 4-masala, hujjatlarning muddati. ID karta, pasport, bank kartasi, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari muddatli bo'lishi mumkin. Masalan, ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, vakil pulni olishda qiynaladi. Yoki bank kartasi avgust oyida tugaydigan bo'lsa, pensiya tushgan kuni karta ishlamasligi mumkin. Yoki nogironlik guruhi ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasi yaqinlashgan bo'ladi. Bu narsalarni oldindan tekshirish juda muhim. Yashash manzili va oilaviy tarkib. Ijtimoiy yordamda eng ko'p muammo shu joyda chiqadi. Oila bitta manzilda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Farzandlardan biri boshqa viloyatda o'qiydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha chet elda ishlaydi. Qaynota qaynona bilan bir uyda ro'yxatda turadi, lekin alohida ro'zg'or qiladi. Tizim bularni har doim ham odamlar tushungandek ajratib bermaydi. Shuning uchun mahallaga borib real holatni tushuntirish, kerak bo'lsa ariza yozish, daromad va oila tarkibini aniq ko'rsatish kerak bo'ladi. 6-masala. To'lov kechiksa, darrov vahima qilish kerak emas, lekin kutib ham o'tirmaslik kerak. Ba'zan banklararo o'tkazma, bayram kunlari, texnik ishlar yoki tizim yangilanishi sababli pul 1-2 kun kechikishi mumkin. Lekin 3 kundan ortiq kechiksa yoki qo'shnilarga tushib sizga tushmasa yoki bank kartangizda cheklov ko'rinsa darhol tekshirish kerak. Men maslahat beradigan tartib shunday. Avval bankdan karta holatini bilasiz. Keyin to'lovni tayinlagan idoradan ma'lumot olasiz. Keyin zarur hujjatlarni yangilaysiz. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. O'zingizning ID kartangiz yoki pasportingiz, JSH raqamingiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va to'lov turi bo'yicha hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya hujjatlari va bank rekvizitlarini tayyorlang. Agar ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, oila tarkibi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, daromadga oid ma'lumotlar, yashash manzili bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta sizning nomingizdami? Bank ilovasiga kira olasizmi? Telefon raqami faolmi? SMS xabarnoma keladimi? Karta blokda emasmi? Shularni aniqlang. Agar shubha bo'lsa, bank filialiga ID karta bilan boring va men pensiya yoki ijtimoiy to'lov olaman. Ma'lumotlarim yangilanganmi? Identifikatsiyadan o'tganmanmi? deb aniq so'rang. Bank xodimidan umumiy gap emas, aynan karta va shaxsiy ma'lumot holatini tekshirib berishni so'rang. 3-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya mas'ullariga murojaat qiling. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam, parvarish nafaqasi yoki kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsangiz, mahalladagi mas'ul xodimdan oila ma'lumotlaringiz tizimda to'g'rimi? Yordam muddati qachongacha? Qayta ariza berish kerakmi? Qo'shimcha hujjat talab qilinyaptimi? Shularni so'rang. Savolni umumiy bermang. Pulim bloklanadimi desangiz, aniq javob olmasligingiz mumkin. Mening yordamim muddati qachon tugaydi? Identifikatsiya holatim qanday? Qaysi hujjatim yetishmayapti deb so'rang. 4-qadam, pensiya bo'limi yoki tegishli jamg'arma bilan bog'laning. Pensiya oluvchilar uchun eng to'g'ri yo'l. O'z hududingizdagi pensiya bo'limiga borib yoki rasmiy aloqa kanali orqali ma'lumot olish. O'zingiz bilan ID karta, bank karta ma'lumotlari, pensiya hujjatlari, agar vakil bo'lsa ishonchnoma olib boring. Agar otangiz yoki onangiz yura olmasa, avval telefon orqali yoki mahalla orqali qanday tartib borligini so'rang. Ba'zi hollarda joyiga chiqib tekshirish yoki vakil orqali rasmiylashtirish yo'li bo'lishi mumkin. 5-qadam. Ariza yozishga tayyor bo'ling. Agar ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang. Masalan, familiyangiz noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana xato, bank hisob raqami eskirgan.
Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, ariza yozing va nusxasini o'zingizda saqlang. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ism, familiyangiz, JSHR raqamingiz, telefon raqamingiz. Muammo nimada ekani va nimani tuzatishni so'rayotganingiz aniq yozilishi kerak. Masalan, mening bank kartam yangilanganligi sababli pensiya to'lovlari bo'yicha yoki rekvizitlarimni yangilab berishingizni so'rayman. Yoki ijtimoiy nafaqa olish bo'yicha oilaviy tarkibimda o'zgarish bo'lganligi sababli ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, 15 avgustni oxirgi kun deb kutmang. Men doim shuni aytaman, muddat borligi odamni tishlantirmasligi kerak. Aksincha, muddat bor ekan, oldindan borib hal qilish kerak. Chunki oxirgi kunlarda navbat ko'payadi. Xodimlar ham ko'p murojaat bilan band bo'ladi. Hujjatdagi xatoni tuzatish uchun qo'shimcha vaqt kerak bo'lishi mumkin. Agar bugun tekshirsangiz, ertaga kerakli hujjatni olib borasiz, indinga masala yopiladi. Agar 15 avgust kuni borsangiz, bitta xat tufayli to'lovingiz keyingi oyga surilib ketishi mumkin. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ayniqsa yosh katta ota-onalar, yolg'iz yashaydigan keksalar. Nogironligi bo'lgan shaxslar internet va bank ilovasidan foydalana olmaydigan odamlar bunday xabarlarni tushunmasligi mumkin. Ularning kartasi faolmi, hujjati yangimi, telefon raqami ishlayaptimi, mahalladan chaqiruv kelganmi? Bularni tekshirib bering. Lekin yordam beraman deb ularning SMS kodlarini begona odamlarga aytma. Kartani shubhali havolalarga kiritma. Telegramdagi noma'lum botlarga pasport ma'lumotlarini yuborma. 8-qadam. Rasmiy manbalarni tekshiring. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi, e'lonlar mahalla, bank yoki ijtimoiy himoya organi orqali berilishi mumkin. Shuning uchun eshitgan xabaringizni albatta rasmiy idora orqali tasdiqlang. Telegramdagi shov-shuvli xabar, qo'shni gapi yoki bozordagi mish-mish asosida qaror qilmang. Sizga kerak bo'lgan narsa bitta. Mening to'lovim qaysi tizimda, identifikatsiyam o'tganmi, qaysi hujjatim yetishmayapti, qachongacha borishim kerak. 9-qadam, muammo bo'lsa, dalil yig'ing. Agar sizga pensiya yoki nafaqa tushmasa, bankdan karta holati haqida ma'lumot oling, SMS xabarlarini saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Kimga murojaat qilganingizni yozib boring. Bu keyin masalani tezroq hal qilishga yordam beradi. Men borgan edim degan gapdan ko'ra, ariza nusxasi qabul qilingan sana xodim berganga javob ancha kuchli dalil bo'ladi. Asosiy fikr shuki, pensiya va ijtimoiy yordam to'lovlarida identifikatsiya masalasi juda jiddiy. Bu hammani bir kunda pulsiz qoldirish degani emas, lekin hujjatida, bank kartasida, yashash manzilida yoki oilaviy ma'lumotida nomuvofiqlik bor odamlar to'lov kechikishi yoki vaqtincha cheklovga duch kelishi mumkin. Ayniqsa 15 avgustgacha bo'lgan muddatni e'tiborsiz qoldirmang. Bugunoq ID kartangizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni, mahalla va pensiya tizimidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy va eng foydali maslahatni beraman. Vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Rasmiy joyga boring, hujjatlaringizni tayyorlang, savolni aniq bering va javobni yozib oling. Shunda pensiya yoki ijtimoiy yordam pulingiz kechikib qolishining oldini olasiz. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Pensiya yoki nafaqa to'lovida kechikish bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga albatta yetkazing.